Ro'zaning asl mohiyati nima? U faqat och qolishmi? Telefon orqali qilingan gunohlarchi? Bahs, haqorat, fitna. Bu holatda ro'za nima bo'ladi? Nega ko'pchilik Ramazondan keyin yana avvalgi holatiga qaytib qoladi? Bu savollar har birimizning savolimiz va biz bularga aniq dalillar asosida javob oldik. Qiyomat kuni hisob-kitobdan keyin ro'zadorlar qani deb chaqiriladi u eshikdan. Ro'za u ham ko'zni, quloqni, tilni, a'zolarni gunohlardan saqlash, ularni savobga ishlatish bilan bo'ladi.